Cümlete güçlülerdir. Alas ver. Ailede günde gerekler zaman yapılması gerekiyor. Sabahın arkadaşlar fiberden çıkarmalara gidiyor. Yalnız tüm aşamaların içerisinde hangi maçı? Tədbirkar genelde ne? Yaxşıbayev Faruk Bekleyen bala koşulda karşı tekstiyle başladı. Yetkazıkları maslarından tasdiklerden açtı. Hazır bir veremez. Üyletki verediler. Üylet yani. Hakikati maslarından yetkazıkları. Kürsülerine haberli yaşıyor. Ben aslında onun üzerine geçmek istedim. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar. Avvalo barchangizni Inson ijtimoiy xizmatlar markazi nomidan samimiy qutlab, bugungi tadbirimizga tashrif buyurganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Bugun biz jamiyatimizda mehr-muruvvat, insonparvarlik, tenglik, g'amxo'rlik tamoyillarini mustahkamlash maqsadida muhim yig'inda jam bo'lganmiz. Inson markazi o'z faoliyatida eng avvalo fuqarolar farovonligi, ijtimoiy himoya va ehtiyojmand qatlamni qo'llab-quvvatlashni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. Ushbu tadbir bu ezgulik yo'lida olib borilayotgan ishlarimizning yana bir amaliy ifodasi desak adashmagan bo'lamiz. Tashkil etilayotgan loyihalar, ko'rsatilayotgan xizmatlar, bugungi kabi uchrashuvlar orqali biz inson qadri va jamiyatdagi har bir shaxsning hayotiy ahamiyatini yuksaltirishga harakat qilmoqdamiz. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'zni Qo'shko'pir tumani hokimi Shuhrat Ahmedovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli mehmonlar. Hammangizga ma'lum, keyingi vaqtlarda hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan har bir hech kim nimadan e'tibordan chetda emas, kim bo'lishidan qat'iy nazar baribir o'zlarimizni fuqaromiz, o'zlarimizni xalqimiz, baribir shu hammamiz o'zimizni millatimiz. Shuning uchun inson ijtimoiy xizmatlar markazining tashkil qilinishi, ular bugungi kunda yaratib berilgan sharoitlar, bugungi kunda har birisini girib mahallalarda ijtimoiy xodimlarni tashkil etishi bejiz emas. Shuning uchun har bir fuqaroni holidan xabar olib, bugungi kunda necha ahvolda, necha holatda uni
doğru nagirallıkı oluşu mümkün. Lekin nagiran da bunu taşap koyup cemiyetten üzüp koyuş bunu ne demezmiz? Bugün günde tumanımızda 5671 nefer nagirallık olan şahslar mevcut. Şuradan 2658 tesi ayarlı, 3015 tesi erkekler ve 1084 tesi balalarını təşkil etdi. Hazırda hörmətli prezidentimiz tomonidan nagiralıq bo'lgan shaxslarga yanada qulay sharoit yaratish, ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Nagiralıq bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash bo'yicha yil boshidan 160 nafar bandligi ta'minlandi. Bandligi ta'minlashda tuman tadbirkorlarining hissasi katta albatta. Bugun Qo'shko'pir tumanimizda Qo'shko'pir qarshi tekstil emchisi rahbari Farruh Yaxshiboyev meni o'zini tashabbusi bilan hozir bu yerda yana yurtburg'animiz tikuv mashinalari o'zi har bir xonadonlarga yetkazib berib, bu yerdan o'zini buyurtmasini berib, ham qabul qilib, yana bu yerda hozir yurtimiz plastik kartochkalarni ochib, ular bilan mehnat shartnomalarini tuzib, shuning tadbirkorimiz bejiz emas, hurmatli prezidentimiz faqat tadbirkorning kuni kecha yig'ilishimdan selektiv yig'ilishimdan har kun hozir sizlardan izinizdan keyin yana tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Ulara bir noy sharoit yaratsak yine hammasi natijasini shu tadbirkorlara qilinayotgan imkoniyatni natijasi yaqqol shunday ko'rinadi. Bu nagiron bo'lsin, boshqa bo'lsin, uni bandligini ta'minlab, uni daromadli qilish maqsadimiz. Uni jamiyatda ijtimoiy faol harakatini ta'minlash niyatimiz. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 2024-yil 13-dekabr kuni o'tkazilgan velosiped yig'ilishida berilgan 60-misol topshiriq 21-bandiga asosan Qo'shko'pir tumani madaniyat markazida savdo sanoat palatasi Qo'shko'pir tuman bo'limi hamda Qo'shko'pir tuman inson ijtimoiy xizmat markazi bilan hamkorlikda hududlar markazlarida va aholi gavjum joylarda nagiraligi bo'lgan shaxslar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar yana savdo yarmarkasiga yo'tqizdilar. Har safar shuna bedagi yigitlarimiz ham ko'pchilikni o'yina boramiz. Bedanachi yana o'zimiz yigitimiz ham nera borsam aytaman. Hozir girdi o'xshaydi. Aynan siz nera borsam ko'p aytaman, yana 20-12 oy shu qilsa bo'ladi ekan degan narsa. Bu men shuning jamiyatdan uzildim yo boshqa deganlar emas, hamma faol harakat etib, hozir bilan yana aytibdi, medanamizni boshqa yo'nalishlarni qilyapman, yo'sh yo'nalishini qilyapman. Ular asosiysi daromad qilib harakatda bo'lib, oilasini, ro'zg'orni no sharoit bo'lsa yana biza inson ijtimoiy xizmatlar markazi bilan birgalikda sektor rahbarlari bilan yana o'zimiz tumanimiz, hukumatli prokurorimiz, ichki ishlar hammamiz birgalikda no bo'lsa shu tushib, shulara no birgina sharoit yaratsak ham shu jamiyatga qaytsa bizlar eng katta aldimizda hurmatli prezidentimiz qo'ygan asosiy maqsadimiz shu. Shuning uchun boshqa tadbirkorlar ham yana shuning o'zining tashabbusi bilan kutib, ularni albatta tatbiq etib qolamiz. Qolganlar ham boshqa nagiralik bog'lar ham yana Rahima boshchilik tumanda hammasini jamiyatda faol hayotga qaytarib, ularni bandligini ko'proq ta'minlab, hayot modeli hech kim nazardan chetdamas, e'tibordan chetdamas ekanligini his qilishi, har bir xonadongacha kirib borishi va hammamiz bo'layotgan ishimiz faqat inson qadri uchun ekanini har bir fuqaromiz, har bir nogiron bo'lsin, boshqa bo'lsin his qilishi zarur. Masalaningiz bo'lsa tayyorman, rahmat katta. Şu 8 ayolımızda özlerimiz bilen Yaxshi, shu yerda qatnashasanmi? Avon shu yerda qatnashib, lol temlalarni o'qisa. Yana chiqaveramiz. Nogironligi bo'lgan shaxslar hayoti sifatini oshirish, ularni jamiyatdagi integratsiya qilish bo'yicha turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan bugungi tadbirimiz ham. Bugungi tadbirimizda 8 nafar ayolimizni hozirgi hurmatli hokimimiz tomonidan taqdirlash marosimi bo'ladi. Keyinchalik esa insondan insongacha tamoyil ostida o'tkaziladigan coachingimiz bilan tadbirimiz davom etadi. Nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar savdo yarmarkasida tashkil qilishda faol ishtirok etgani uchun Jo'rayeva Hadicha. Sen hozir 8 qizni
uylariga kirib borgan ishtirokchilarimiz kelgan, ya'ni o'z kelajagi uchun, o'z hayoti uchun befarq bo'lmagan, ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlanishga muhtoj bo'lgan va vaziyatni o'zgartirish, hayotni o'zgartirishga bo'lgan ishtiyoqi bo'lgan insonlarimiz bu yerga tashrif buyurganini yana bir marta takrorlab o'tamiz. Demak, bugungi ikkinchi tadbirimiz insondan insongacha deb nomlanadi, ya'ni coaching dasturi. Bu yerda ishtirok etayotgan aholimizdan coaching haqida ma'lumotlar olish va inson markazida faoliyatini yanada chuqurroq o'rganish maqsadida sizlarga sho'ba mudirlari, ya'ni inson ijtimoiy xizmatlar markazida faoliyat yurituvchi sho'ba mudirlari o'z faoliyati haqida ma'lumot beradilar. Sizlarni qiziqtirgan har bir savollarga to'laqonli va izchil javob berishga harakat qiladilar. Bugungi ketkazgan vaqtingizga va kelganingizga afsuslanmaysiz degan umiddamiz. Demak, bugungi tadbir ishtirokchilari, ya'ni ma'lumot beruvchi insonlarni davramizga taklif etamiz. Birinchi, mahallada kompleks ishlarni tashkil etish sho'basi mudiri Xo'jamuratov Jasurbek. Marhamat. Ikkinchi ishtirokchimiz ijtimoiy to'lovlar sho'basi mudiri Sadullayev Dilshodbek. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi o'rinbosari, undan oldin katta yoshdagilar va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolganlar sho'basi mudiri sifatida faoliyat yuritgan Karimov Muxtorbek. Nogironlar ishlari bo'yicha sho'ba mudiri Sadullayev Farruxbek. Va psixolog sifatida faoliyat yurituvchi Sabirova Zubayda. Va rahbarimiz Rahimboy Berustoz ham hozir tadbirimizda o'z nutqlari bilan va o'z ma'lumotlari bilan ishtirok etadilar. Demak, bugungi coachingimiz, ya'ni insondan insongacha deb nomlanadi. Bilasiz, inson ijtimoiy xizmatlar markazining nomi ham inson so'zi bilan boshlanadi. Ya'ni jamiyatni o'zagi bu inson, uni harakatlantiruvchi ham, uni shakllantiruvchi ham, rivojlantiruvchi ham inson hisoblanadi. Jamiyatimiz rivojlangani sayin, insonlarning ongi, ularning harakatlari oshgani sayin rivojlanish bosqichma-bosqich amalga oshirilaveradi. Bugungi tadbirimizdan maqsad birinchi navbatda inson markazi faoliyati haqida tushuncha berish. Insoniylik, rahm-shafqat, empatiya asosida xizmat ko'rsatish yondashuvini mustahkamlash, aholi bilan muloqotni chuqurlashtirish. 2025-yil 2-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga ko'ra 134-sonli qaror haqida ma'lumot beriladi. Ya'ni bu kompensatsiya to'lovi ko'pchilik bu haqida ma'lumotlarga ega bo'lib qolgan bo'lsa, chuqurroq ma'lumot berish uchun ijtimoiy to'lov sho'basi o'z fikrlarini bildiradilar. Ijtimoiy himoya tizimida yo'lga qo'yiladigan yangiliklar haqida qo'shimcha ma'lumotlar, shu jumladan kunduzgi qatnov shaklida xizmatlar ko'rsatilishi haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Demak, tadbirni ochib berish uchun so'zni Xo'jamuratov Jasurbekga beramiz va ular mahallada kompleks xizmat tashkil qilish sho'basi mudiri Mini Ma'ruza bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Avvalambor barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zingizni vaqtingizni ayamasdan shu tadbirimizda faollik bilan bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonimizda o'zingizni vaqtingizni ayamasdan jonkuyarligingiz bilan, fidoyiligingiz bilan, shuningdek qatnashib turganligingiz bilan qolaversa sizni hayotingizda ulkan muvaffaqiyatlar va barcha yaxshi bir natijalarni tilab qolamiz. Shu bilan birgalikda hozir aytib o'tilganidek, bu yerda coaching to'g'risida aytib o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda yangi o'zingizni qiziqtirgan qanday mazmundagi masalalar bo'ladigan bo'lsa, har qanday o'zingizni ijtimoiy himoya masalangizda savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. Albatta biz ma'lumot berib o'tamiz. Shu to'g'risida hozirda bizani Qo'shko'pir tumanimizda 50 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, har bir mahallada bir nafardan ijtimoiy xodimlar faoliyat ko'rsatib kelayotir, xizmat ko'rsatib kelayotir. Ijtimoiy xizmatlar yo'nalishida biza 12 toifadagi shaxslar bilan ishlashimiz belgilangan. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan, nogironligi mavjud bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolar,
qolaversa təzyiq və zoravılığa uçrayan şəxslər, müqəddəm azadlıqdan məhrum edilib azadlığa çıxarılған şəxslər, kəm təminlənən ailələr, baxıcısını yox etən şəxslər, şu kimi şəxslərlə şuurlanış bizə əsas fəaliyyətimiz hesablanır. Ağır ictimai vəziyyətə düşüb olan yoldaşdakı fuqaralarla işləb öz fəaliyyətimizi alıb baramız. İndi qısqaca mənim bərabər məlumatlarım, axbaratlarım şulardan ibarət edir. Köp gətirməzdən şuna keyinki artıq iste'mol qilgan yoqilg'i energiya sayınca o'rtasidagi farqni kompensatsiya tartibida to'lab berish bo'yicha hammangiz bilasizlar, ijtimoiy davlat deb yuritilishini ve yana bir yaqqol misoli sifatida muhtaram prezidentimiz tomonidan bugun o'zida ushbu qarorga o'zgartirish kiritilib, ya'ni endi kuz-qish mavsumida emas, ya'ni 2025 yıl 1 maydan 2027 yıl 1 aprelga kadar yıl davomida şu kam ta'minlangan aholimizning kam ta'minlangan qismini şu bazo'r me'yordan ortgan qismi uchun kompensatsiya tarzida to'lab berishni joriy qilindi. Endi bu da kompensatsiya kam ta'minlangan oilalar, yagona reyestrda turuvchi oilalar, bundan tashqari mahalla yetkiligi tomonidan mahalladagi ehtiyojmand lekin ayrim sabablarga ko'ra shu yagona reyestr axborot tizimiga kirolmagan, boquvchisini yo'qotgan, oilasida shu birinchi, ikkinchi guruh nogiron bo'lgan oilalar, yakka yolg'iz yashovchi fuqarolarimiz ham qamrab olinishi ko'zda tutilgan. Ya'ni mahalla yetkiligi tomonidan shularni ro'yxat asosida qaror bo'yicha kompensatsiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Endi sizlarga bir oddiy tushuntirish uchun ariza berish tartibi, murojaat qilish tartibi nechta bo'ladi? 2020 qarorda 2025 yil 1 maydan bo'ladi olmasa, ya'ni may oyi iste'moli chiqqanidan keyin, ya'ni iyun oyiga o'tib fuqarolardan ariza olish boshlanadi. Buning uchun fuqarolarimiz nima qilishi kerak? O'z navbatida har kim o'zining mahallasidagi ijtimoiy xodimga murojaat qilishi kerak ariza bilan. Bu yerda fuqarolarning toifasi cheklanmagan, ko'rsatilmagan, har kim borib ijtimoiy xodimga o'zini iste'mol qilib turgan elektr energiyasi bo'yicha va tabiiy gaz bo'yicha hisoblagichlar bilan ariza bilan murojaat qiladi. İjtimoiy xodimimiz arizani qabul qilgandan keyin har oyning 1-sanasidan 11-sanasigacha ariza qabul qilinadi. Ya'ni may oyidagi iste'mol uchun fuqarolarimiz iyun oyida ariza bersa, endi yagona reyestr axborot tizimida ushbu oilani bir oy davomida haqiqatda shu muhtojligini aniqlab, ya'ni kam daromadli sifatida qabul qiladigan bo'lsa, iyul oyiga o'tib, ya'ni keyingi oydan to'lovi amalga oshiriladi. Bu to'lovlar albatta bola nafaqasi yoki moddiy yordam to'lovi bilan birga plastik orqali to'lovi amalga oshiriladi. Ya'ni Xalq bankida 100% kompensatsiya to'lovlari plastik orqali to'lovi joriy qilingan. Shuning uchun fuqarolarimiz keyingi iyun oyining 1-dan boshlab 15-sanasigacha ijtimoiy xodimlar bevosita ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Endi buni o'rtasidagi fuqarolarimizni iste'moli to'g'risida, ya'ni biz yagona axborot tizimi orqali elektr energiya va gaz idoralarining dasturiy ta'minoti bilan birga integratsiya qilingan. Ya'ni fuqaroning arizasi kiritilgandan keyin ushbu fuqaroni shu oyda elektr energiya va gaz bo'yicha qancha iste'mol qilganligi bazaga o'zi o'rganib kelib chiqadi. Ya'ni elektr energiya bo'yicha 200 kilovatdan ortiq, gaz, tabiiy gaz bo'yicha bo'lsa 500 kubdan ortiq iste'moli bo'yicha elektr energiyasiga asosan 150 kilovatgacha bo'lgan qismi, tabiiy gaz bo'yicha qish mavsumida 250 kubgacha, qish mavsumidan tashqari mavsumda
150 kubgacha bo'lgan o'rtasidagi farq kompensatsiya tarzida fuqarolarimiz to'lab boriladi. Arizalar 2024 yil Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqarilgan 204 sonli qarorda fuqarolar tomonidan her ayda ariza qabul qilinadi. Endi bu tartib yangi prezidentning 134 sonli qarorida her aydagi ariza olish tartibi bekor qilinib, endi fuqarolarımizdan faqat bir marta ariza qabul qilinadi. Ya'ni shu fuqaromizning bir marta bergan arizasi 2027 yil 1-aprelga qadar tartibda bo'ladi. Ya'ni fuqaroning shu arizasi kiritilgandan keyin har oy axborot almashinuvida qaysidir oyda ushbu bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilgani aniqlanib bo'lmasa avtomatik qaysidir elektr energiyasi kilovati bo'ladimi yoki gaz bo'yicha qaysidir kubi huquqi bo'ladigan bo'lsa o'sha oyning o'zida to'lov amalga oshirib borilaveradi. Manda qisqacha shu. Bugün de Medeniyet Merkezi'nde tedbire geldik. Tedbirde iş bilen teminlendik. Aldığından bizi hükümetimiz tamamından maşine verilip güçlük kılardan indi. Yine yardımcılık maksadında iş bilen teminlediler. Bin rahmet tedbirkarlarımıza. İnsan içtimai Hizmetler Merkezi hizmeti reisi Aygül Rahimova ketdegen rahmat va endi ishlarida davom bo'lsin. Omad Az edip bulduğumda burada yaşayıp şanda boğazımız bir daha aldım. Yaxşı. Hava bileme. Kahraman bilen danıştı. On biraz geleyim burada hem birge işli de orada buradaydı. Yaxşı, yaxşı. Kütemiz ise bana verin de. Saatlarım yardım verip duran işe bağım özgürlükte. Yok, gel yok. Bir de gem yardım verelim. Öyle anam yalan veremez. Aytım kuyandı meselenen yardım veremeyiz. Maddi yardımına kömek de dersten çıkada vakti var. Legem açın bir satan yanınca ben Geleverin, birinci gün gelin. Şu an geldim. Ya bir tutuş için kaç sordu. şunu gören soruşturup Bol yaksa bir tek Şu an güzel tatlı çıkaralım. Ahmet Yusuf'un bana kulağa bak. Heyecanlasın. Şimdi o zaman kattık olsa yüzler maçısına sundular.